Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun hozir tomimiz tayyor bo'lib qoldi. Hozir bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana tomimiz eni 14 metr, uzunasi 24 metr. Mansab tom bo'lgan, chekasida 1 metrdan ustun aylantirilgan. Chunki tepa detskiy plashatka bo'ladi. Sentri bo'yi keladigan bo'lsak, bo'yi 4 metr. Mana tepadan ko'rinishi. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilaveramiz. Esinga bo'ylab ham aloqaga chiqaverasizlar. Ishimizni tez va sifatli qilishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, telefon qilasizlar, telefon orqali kelishilaveradi. Joyda ko'rmasdan narx aytib bo'lmaydi. 140 mingdan 250 minggacha ketaveradi kvadrat podключить. Metal, usta, elektrod hamma yo'q o'zimda.